Antirezusni immunoglobulin degan ukol bor. Buni demak homiladorlikning 28-haftasida qilinadi yoki tug'ruqdan keyin 3 kun ichida. Lekin qaysi holatlarda qilinadi? Agar ayol manfiy, ya'ni otritsательный rezusi bo'lsa va turmush o'rtog'i musbat bo'lsa, homiladorlikda ona va homila o'rtasida konflikt bo'lishi mumkin. Chunki unda homilada musbat bo'lib qolsa, antitelalar paydo bo'lishni boshlaydi. Onaning organizmida shu homilaga nisbatan va antitelalarning baland bo'lishi homilani erta tushishiga, erta tug'ruqqa sabab bo'lishi mumkin. Homilada gepatosplenomegalia, jigar bilan taloq kattalashib ketadi. Assit shishlar paydo bo'lishi mumkin, suv kamayib ketishi mumkin va hattoki tug'ruqdan keyingi sarg'ayishlarga ham olib kelishi mumkin. Mana shu narsa holat bo'lmasligi uchun birinchi navbatda rezus manfiy ayollarga bizga 14 haftadan boshlab antitelaga topshirishni tavsiya qilamiz. Shunda biz bilamiz. Onada bolaga nisbatan antitelalar bormi, ya'ni qarshi kurashish bormi, yo'qmi? Va 28 haftada shu immunoglobulin qilinadi. Nima maqsadda? Keyinchalik 28 haftadan keyin va keyingi homilagacha onaning organizmida shu musbat rezusga nisbatan antitela ishlab chiqarmasligi uchun. Va albatta 28 haftada qon topshiriladi. Agar antitelalar aniqlanmasa, shu immunoglobulin qilinadi. Mabodo 28 haftada ulgurmadingiz, mablag'ingiz yetarli bo'lmadi va hokazo. Tug'ruqdan keyin biz aytamiz, rezus manfiy ayollarda har doim tug'ruqdan keyin qon olinadi, homilaning kimligidan va aniqlikda farzandimizning qon guruhi va rezusini. Agar farzandimiz onaga o'xshab rezus manfiy bo'lsa, demak tug'ruqdan keyin shu immunoglobulinni olish shart emas. Bu immunoglobulin qilinadi уже keyingi homila uchun. Tushunarli? Demak 28 haftada biz shu homila va undan keyingi farzand uchun qilsak, tug'ruqdan keyin qilinadi keyingi farzand uchun. Va shunda biz immunoglobulinni keyinchalik antitelalar ko'paymasligi uchun qilinadi.